muqam güzel aile. Teberrük bizge teberrük. 12 muqam güzel aile. Ovozini o'chirib turay. Assalomu alaykum. Xush keldinglar Guli Maqsud kanaliga. Birinchi qatim ko'rayotgan bo'lsanglar yoki bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Chiroqlarim qandaroq. Sizlarga bugun yangi bir appni tanishtiray dedim. Kutunammi Uyg'urlar shuni cheki chiqib qopti. Hozir ovozliq chayxona ekan. Yangi social media app supsi Clubhouse. Ya'ni klubxona. Balay ekan kiringlar. Bo'libmi bizningki diasporada yashayotgan Uyg'urlarningki nima qilaman desa shuni qila oladigan supsi ekan. O'ziningki ortiqchiliklarini joriy qildiradigan. Masalan siz davosibidagi faoliyatchi bo'lsangiz, shu yerda so'zlay oladigan bir alohida sup ekan. Onundan boshqa zerikib qolgan bo'lsangiz, kirib ancha-muncha Uyg'urcha paranglashadigan joyxonalarga kirib o'tirib chiqsangiz bo'ldi ekan degandek. Bizniki bu chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ichida bir nima deymiz, bir-birimizni jiroq yashayotganligi ma'nodagi ovozliq paranglashish orqali bir xil odamdagi stresslarni ozroq bo'lsin yo'qotqili bo'ladi ekan, jiq foydasi bor ekan. Yana nurg'un leksiya so'zlaydiganlar bor ekan. Tonish joyxonalari degandek bekor paranglashaq ekan. Hamma Uyg'urlar shaga chiqibdi. Shunlashgan bu to'g'riliq so'zlaysizlarmi chiqinglar deb bu videomni ishlayapman. Almutifini ishlatganlarni ishlatgan bo'lgan ekan hozir oqshom bir choyxonaga kirib o'tirsam, bir Uyg'ur bola kirib, "Mana hozir test qilyapmiz, Android telefonlardami o'sha choyxonani ishlatgan bo'ldi Clubhouse'ni Uyg'urcha nusxasi edi. Ashuna ishlab o'tib ekan, shunda xush bo'ldim, suyundimda. Necha vaqtdan beri bu appni shu olma telefoni yo'q sababli ishlatmayotgan yoki ishlatmayotgan shunda qarindoshlarnikimi hozir bemalol kirib Uyg'urcha holda Uyg'urlar bilan o'zaro paranglashish orqali o'zingizniki bilimini o'rtoqlashsangiz bo'ldi, kunlik turmushingizniki bir yilqi socialize deymiz bu biz yilqi human beings or social animals deb qo'ymizmi? Biz shunday ijtimoiy aloqada o'zaro alışıp, toplashib yashaydigan bir animals desam ham demsacha bir qiziqtirg'udekda. Shunday ekan shu Clubhouse'ga chiqinglar, nurg'un faoliyatchilar, nurg'un cho'ng shaxslar bor ekan. Bu yangi ochilgan app hozirgi qimmati o'zdilam so'rab qo'yaylik. Hi Siri, tell me about something Clubhouse. Here's some information. I'm lazy. You read it to me, please. One sec. Come on. Still on it. Clubhouse is an invitation-only audio chat. iPhone app launched in April 2020 by Paul Davison and Rowan Seth of Alpha Exploration Company. Do you want me to keep reading? Yes, please. In May 2020, the social networking app was valued at nearly $100 million. On January 21st, 2021, the valuation reached $1 billion. Huyu, aldalama. 2020 4 ayda Paul Davison ismi kimdi? Shular ochgan appgan 2020 bir oyning ichida bir oydan keyin buningki qiymatini $100 million deb degan to'q. Ama bu yeni yıl kirgandagi birinchi oydagi buningki qiymati $1 billion deydi. İşte do'stlar o'zaro invitation taklif qilib o'tib choyxonalarga kirib, işte ovozliq paranglashadigan ba'zi degan u shundoq chiqqiligi necha mingga odamlar kirib anglaydiganda uning ichida paranglashadigan gaplarni masalan Bill Gateslar bilan bios paranglashqila bo'ladi ekan. Shu Clubhouse'niki shu o'rlashtirgan shu nimada leksiyalarda audience blog buningki speaker ovoz savollarni so'raydigan shunday qittarlar bor ekan, shunday yaxshi ekan shu. Uyg'urlarniki yangi social media supsi Clubhouse, klubxona, ovozliq choyxona chiqingizlar balay ekan. O'zi baldiroq chiqsgan deb qoldim. Nima desa bizningki Uyg'ur jamoatimizning ichida shunday o'zi yolg'iz yurib, back stressning ichida kasal bo'lib, hatto
Rossiyadagi bir qirg'inchimiz o'zini binodan tashlab olgan mandaq fojialarni yuz berdi. Stay healthy, mandaq sog'lom, salomat turish uchun, bo'libmi ruhiy jihatdagi sog'lomlikni qanday qilish kerak desa shu. Hech bo'lmaganda kishilar bilan shunday paranglashish, so'zlashish, shu ruhiy sog'lomlikqa intayin foydali. Sirtlarga chiqib faoliyat qilish, chiniqish, yaxshi yeyish, oziqlanish, yaxshi uxlash degandek biz o'zimizni yaxshi oldin xabar olib o'zimizni take good care of ourselves. Biz qachonli turg'a chiqsak, ashuna hozirgi qirg'inchilik yuz berayotgan, qavmniki peshiga kelayotgan bu kulbatlar odamni bak tugishtiradi. Shuningga salomat bo'ling. Ma'nodek applardan foydalanib, ozgina vaqtingizni chiqarib, paranglarga qo'shilib, o'ylaganlaringizni yangi do'stlar bilan o'rtoqlashib, bir yaxshi supkan yaxshi foydalan demoqchi. Social medialarniki meniki asosli supam hozir YouTube bo'lib qoldi mana. Men hozir so'zlayapman, shundaq meningdek bir so'zlaydigan bir kimlar chiqmaydi-ku ya, ko'pinchisi naq maydon taqdidiganlar Facebook chiqib so'zlab bilan ashadikini analikin YouTube o'tkaydi yoki boshqa social media o'tkaydi degandek mana shu bir necha supada tanlam naq maydon taqdishni shu YouTube kanalimda maxsus shunda bir o'g'itadigan bir video ishlamoqchi edim, shu naq maydonni taqdish usullari deb bir ko'rsatmoqchi edim. Uningmi necha kunning ichida uni tayyor qilib olaman. Ko'pchilikningki kanalimga a'zo bo'lib qo'yishni, ayondagi kichik murahni ichib qo'yishni, shunday yangi chiqayotgan mazmunlarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan chog'da vaqt-vaqtida kirib vaqtinglar bo'lmasa hech bo'lmadi. Undaq ustiga balgitsini besib qo'ysanglar, Uyg'ur YouTube kanallarini qo'llagan bo'lsalar. Boshqa meninglar emas, boshqa barliq Uyg'ur YouTube kanallarini qo'llashinglarni umid qilaman. Amalarning salomat bo'lishini umid qilaman. Clubhouse ovozliqda ko'rishaylik. Meniki ismimni o'xshash Guli Maqsud deb kirgizsanglar chiqadi. Yoki bo'lmasa akkauntning nomeri, Twitter nomeri, Skype nomeri, Telegram nomeri qatorliqlar bilan o'xshash. Ovozliq chayxonni ko'rishaylik. Kiringlar, xayr xo'sh.